Hisense televizorlarini ham obzor qiling. Albatta, smartfon jamoamiz siz mijozlaringiz uchun Hisense brendidan 43 talikdan 65 talikgacha bo'lgan televizorlarni siz mijozlaringiz uchun chegirma narxida qilib beramiz va shunga o'xshagan chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga 56 yillik tajribaga ega bo'lgan Hisense brendidan televizorlarimizni chegirma narxida qilib beramiz va narxlarni video oxirida aytib o'tamiz. Ushbu televizorimiz 4K Ultra HD formatda ko'rsatadi va bu yerda ko'plab texnologiyalari bor. Sizlarga qisqacha obzorni qilib beraman. Ushbu televizorimiz 4K AI Upscaler funksiyasi orqali oddiy 2K videolarni ham 4K formatiga yaqinlashtirib beradi. Va Dolby Vision va Precision Color funksiyalari orqali sizlarga ranglar jilosini maksimal darajada yetkazib beradi. Va keyingi funksiyamiz, ya'ni texnologiyamiz Smooth Motion AI ya'ni funksiyasi, ya'ni bu oddiy televizorlarga qaraganda qattiq qolishli bo'lmaydi va Game Mode Plus texnologiyasi orqali o'yinlarni siz 60 Hzda qatimasdan ko'rishingiz mumkin va ovozlari ham alohida tema, ya'ni Dolby Audio DTS X funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi va pultlari ham голосовойlik ko'rishingiz mumkin. Osongina boshqara olasiz. Va narxlarga keladigan bo'lsak, 65 taligini siz mijozlarimiz uchun $500 $6,50,000 so'm va 55 taligini bo'lsa $360 $4,420,000 so'm va 43 taligini bo'lsa $270 $3,270,000 so'm qilib belgiladik va ushbu televizorlarimizga Hisense brend tomonidan ofitsial 1 yil garantiya beriladi. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying.